Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Xo'p, bugungi mavzu горячий klaviatura, ya'ni горячий klavishi ham deyishadi. Ya'ni o'zbekchasiga qaynoq tugmachalar. Bu asosan nimaga kerak, nimaga ishlatiladi? Ishni tezlashtirish uchun, har bitta komanda uchun sichqonchasi orqali bu yoqqa borib yoki har bittasi uchun vkladkaga o'tib turib, keyin o'sha komandani bosib, o'shanga komandani faollashtirib, keyin ishlatish uchun shunaqa cho'zilib ketmasligi uchun klaviaturada komandani chaqirish funksiyasi orqali chaqiramiz. Misol uchun qisqartma bilan misol uchun liniya tizish yokida o'lcham olish, shunga o'xshagan narsalarni professional yokida o'zi ustida juda ko'p ishlaydiganlar tezroq ishlashi uchun, loyihani tezroq bitirish mayda chuyda uchun ham har bitta komanda uchun mana bunaqa bittalar borib o'tirmasligi uchun klaviatura orqali ham komanda chaqiriladi, faollashtiriladi, ishlatiladi. Shunga asosan горячий klaviatura ishlatish kerak bo'ladi. Bunday narsalar, ya'ni горячий klavishilar standart avtomatik tarzda o'zi hamma dasturda o'zida bo'ladi, Revitdan tashqarida. Ya'ni AutoCAD, 3D Max, Revitda o'zida ham ya'ni standarti bo'ladi, listi bo'ladi. O'sha listiga asosan qilinadi o'zi. Lekin ba'zi komandalarda komandani klaviatura bilan chaqirish imkoniyati berilmagan bo'ladi. O'sha narsalarni biza berib ketishimiz kerak bo'ladi. Aynan biz hozirgi darsligimizda qayerdan o'zgartirish mumkin, qanday qilib ajratish mumkin, o'shani ko'rib chiqamiz. Bunda ketdik. Misol uchun standartdan boshlaymiz, o'zida boridan. Qayerdan bilsak bo'ladi, qanaqa qilib bilsak bo'ladi. Hamma komandalarda ham bu narsa горячий klaviatura bo'lishi shart emas. Misol uchun doimiy ishlatadigan komandalarimizda bo'lishi kerak. Misol uchun devor tizmoqchi bo'lsam, arxitekturaga o'tib turib, keyin devorni bosaman, devorni keyin chizaman deguncha o'zi ancha vaqt ketib qoldi. Lekin WA bossam, mana bu joyda svойствоda ko'rishingiz mumkin. Birdaniga aktivlashib ketadi devor chizish. Ya'ni joyda yo'q, riski bu narsani tezda ishlatib keta olaman. Bu juda funksiyasi juda qulay hisoblanadi. Endi qayerdan bilsam bo'ladi? Devorga esa keyin asta sichqonchani olib kelsanglar, mana stena i qavs ichida yozib qo'yibdi, WA deb yozilgan. Ya'ni ingliz tilidan olganda wall komandasidan, ya'ni devor so'zining qisqartmasi WA orqali. Xuddi shunaqa, misol uchun eshik qo'yish, oyna qo'yish, kolonna qo'yish, tom yasash, patolog, perikitiya, boshqa komandalarda xuddi shunaqa ishlatiladi. Asosiy ishlatiladigan komandalarimizda. Demak, qayerdan o'zgartiramiz yoki o'zimizga kerakli bo'lgan горячий klavishani ko'rishimiz yoki o'zgartirishimiz mumkin. Buning uchun tepa qatordan vid bo'limiga o'tasizlar. Vid bo'limiga o'tamiz. U joydan interface pользователь и pastki qismiga qarasak горячий klavishi deb qo'yilgan. Xuddi shuni bosamiz. Bizda mana shu okno, ya'ni oynacha ochiladi bizda. Shu joyda ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda filtr bo'limida vse deb qo'yilgan. Vse deganda bu Revit ichida nimaiki bo'lsa, hamma narsani горячий klavishasi bor, yo'q, yoki borini ko'rish, yoki borini o'chirib tashlash, izmenit qilish, hammasi shuni ichida bo'ladi. Va mana ko'rib turganimizdek, masalan uchun izmenit komandasini ishlatmoqchi bo'lsak, md komandasini ishlatsak, bularning hammasi ingliz tilida turishi kerak. Ingliz tilida turgan holatda ishlaydi. Rus tilida turgan holatda ham ishlaydi albatta. Xo'p, endi md ni ishlatsak, demak izmenit ishlar ekan bizda. Vkladkasi ochilar ekan. Misol uchun tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Unda bo'lsak, md ishlash kerak. Har doim ham ishlamasligi ham mumkin. Bunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Ya'ni bunaqa murakkab dasturlarda ba'zi buglar uchrab turadi. Misol uchun svойство ikki marta p ni bossak chiqish kerak ekan. 2 marta p ni bosdim mana. O'chdi. Yana bosaman, yondi. Bu narsa svойство. Bosdim, o'chdi. Ko'rdinglar? Xuddi shu narsa ishlayapti. Ya'ni Ctrl 1 yoki VP orqali ham chiqarish yoki yo'qotish mumkin. Endi mana misol uchun mana pastga tushishi mumkin yoki mana misol uchun liniya model, oddiy chiziq chizmoqchi bo'lsam, LI orqali chizishim mumkin. Buni tushundik. Endi vseni bosib pastga qarasak, mana bu yerda все задания, ya'ni berilgan zadaniyalar, ya'ni berib qo'yilganlar tekshirib chiqishimiz mumkin. Все неиспользование и все использование. Неиспользование berilmagan komandalar. Все использование ishlatilayotgan komandalar, ishlatilib qo'yilgan komandalar. Endi undan tagiga tushsak, bular nima? Revit, analiz, annotatsiya. Mana shu yerdagi ko'rinib turgan hammasi
mana bu tepadagi vkladkalarni ko'rsatyapti. Misol uchun, mana arxitekturniy vkladkasi turibdi. Misol uchun, bunga arxitekturniy bossam, arxitekturniy vkladkada ichida nima komandalar bo'lsa, xuddi shularni hammasini nazorat qilish, galereya klavishidan qanaqa qilib chiqarish mumkin, shularni hammasini ko'rib chiqilgan, ko'rsatilgan. Endi savol tug'ilishi mumkin. Ba'zilar ko'rsatishadi, meni galereya klavishamni yuklab oling, undan keyin ishlatishingiz mumkin degan anaqalar keladi. Yo'qida, misol uchun o'zimnikini ham sizlarga keyinchalik agar kerak bo'lsa, o'zimni galereya klavishamni ham, ya'ni qaynov tugmachalar nastroykasini ham sizlarga berishim mumkin. Uni yo'qida boshqa odamnikidan ham olib, qanaqa qilib o'zingizlarga moslab qo'ysanglar bo'ladi. Buning uchun har bitta galereya klavishamni ko'rib, tekshirib chiqishingiz shart emas. Buning uchun bu dastur o'ylab qo'yilgan narsasi bor. Mana bu joyda import export degani bor. Kimgadir sizni galereya klavishangiz kerak bo'lsa, mana shuni bosasiz, export qilasiz, kerakli joyga qilasiz. Mana .xml degan formatda ekan. Va men ham sizga biron bir fayl tashladim, ya'ni XML formatdagini tashladim. Importni bosaman. Tashlagan faylimni o'zingizga kerakli joyga bosasizlar. OKni bosamiz, открыть qilamiz. Hozir menda yo'q hech narsa. Открытni bosasizlar, to'g'ridan-to'g'ri настройкалар meniki misol uchun tushirdinglar, meniki o'zgaradi. Misol uchun задание рабочий плоскость 1.1, задание выбрать плоскость 2.2 qo'yilganmi, hammasi shunga moslashib ketadi. OK qilsanglar, galereya klavisham menda qanaqa komanda ishlatgan bo'lsam, xuddi shu komanda sizlarda ham ishlaydi. Misol uchun R4 qilsam, razred chizadi. Mana razred turibdi. Razred chizib ketadi o'z-o'zidan. Bu narsa ham ishlashi galereya klavishidan ishlash tartibiga hisoblanadi. Eslab qolinglar, interfeyz bazoitel galereya klavishi. Mana shu joydan o'zgartiriladi. Import export orqali bajarsanglar ham bo'ladi. Shaxsiy o'zimni galereya klavishamni yuklab olmoqchi bo'lsanglar, YouTubedan ko'rayotganlar Telegram kanaliga o'tib olsa, Telegram kanalida joylab qo'yilgan bo'ladi. Silkasini Telegram kanalida yoki kanalda o'zidan yoki opisiyaga ham yoki kommentga ham tashlab qo'yaman. Shu yerdan olishingiz mumkin. Telegramdagilar shunda ham Telegram kanalida mavjud bo'ladi. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Video yoqmasa like bosishingizdan chiqmasin bo'ldi.